Og'alar, Xorazmda haqiqiy kuchini ko'rishga tayyormisizlar? Mana Pahlavon akamiz, Polvon akamiz, Usmon aka rekordlari ikkita mashinani yelkalariga ip bilan boylab olib 5 kilometrga sudrab ketgan ekanlar. Meni hayron qoldirishga, lol qoldirishga kelibdilar. Aka, meni qanaqa lol qoldirdi? Kam mashina necha tonna chiqadi? 2 tonnadan og'ir. Tishimda tortib beraman. Zubdayumi? Bo'ldi, ketdik do'stlar. Bo'lmasa, hozir men mashinani nitrakga qo'yib, nerealni kontent bo'ladi do'stlar. Bu og'alarni qo'llab-quvvatlamasanglar bo'lmaydi. Nitrakga qo'ydim. Qani ketdi og'a, polvonlar. Og'a. Bosing. Yuryapti og'a. Gap yo'q, yuryapti. Mashinani qaranglar, og'alar. Mana buni qaranglar, mashina yaxshi. Voy, ancha chiqolsam ham bo'larammikin? Bu chiqolsam ham yuryapti do'stlar. Olg'a akam. Mana pahlavonlar, haqiqiy Xorazm kuchi mana shunaqa bo'ladi. Tishlarida to'xtattirib ko'rsatishlarini. Gap bo'lishi mumkin emas. Mashina ustiga chiqib qolganman. Gap yo'q. Mana polvon, mana pahlavon. Bo'ldi aka, yetadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana lol qoldirish, hayron qoldirish mana shunaqa bo'ladi. Polvon gapiga javob berdi, zubini berdi mana. Sizga ishlasi qilmadim, cho'tkimon bitta kirib qo'yingchi olib. Gap bo'lishi mumkin emas. Kim yana mana shunaqa hayron qoldirib, lol qoldirmoqchi? Bemalol men sizlarni qo'llab-quvvatlashga tayyorman. Aka, gap bo'lishi mumkin emas. Cho'g'iz gap. Nima deysiz Xorazmga? Qadim Xorazm shoh surganda davron, bir yoni Gurjiston, bir yoni Eron. 33 o'lkaning xirojin olgan, bepayon qudratli yurtim bor mening. Ming baromak tazam haqqim bor mening. Xorazm, kuch!